Endi şu albatta Trump'ninki birinci mezgilini, yani birinci qatımlıq vazife öteş muddetinden nimelerni qilganligini, bütün dünya yani Trump'ның әти nemish qilganligini mı bilmeydigan şekilde şundaq bir xil har xil gaplar bulungan tamdi. Xaligini qilgan biraz lük çekmeyeceğiz degandek. Bu qatım hamda ikinci qatımlıq hazır sanaqlıq kunlar aldığımızdaki 20 yanvar vazife ötküzülüşten burullan madırmış şu nurgulluğun analizler bugün dünyanın hamma taraflarında buluvatıdı. Qaysı her devlet özününki siyasetiga Trump devrida nimelerning yüz berdiganligini analiz qılıvatıdı. Yenidan tayinlangan kabinetda meyli birazdan keyin tafsili kabinetning ichidagi odamlarni ularning bir suhbatlashimiz. Şoňa ikkinchi Trump devri sizce bütün dünyaga nisbatan qandaq özgürüşlarni olib kelishi mumkin? Bulupmu Xitoy Amerika munosabatiga qandaq bir ta'sir ko'rsatishi mumkin? Umumiy jihatga qarag'an vaqtingizda uning endi tafsiliy holatda birdan kirsak. Umumiy jihatdan deganda Trump'ninki siyosati shu Yevropa Birligiga va Xitoy va Osiyodagi ba'zi davlatlarga ziyon bera oladi. Bo'libmi shu Amerikaninki ittifoqdosh davlatlarga ziyon kelib qilishi mumkin. Çünkü saylan vaqtida deyilgan gaplar bu misalga ticari jihatdagi, iqtisodiy jihatdagi gap so'zlar bu davlatlarni ansirashga selyapti. Çünkü bajını o'stirganligini, bo'libmi Xitoyning moliga jiqaroq baj qo'ydiganligini, %60 baj qo'ydiganligini, hatto ba'zi bu elektrik mashinalarga %100, %200 deb ashunday gaplarni degan. Gerçi saylan vaqtidagi degan gaplarni hokimiyat beshig'iga kelgandan keyin ijro qilishda bir farqli bo'ladi hamda har davlatlarda shunday hamda. Saylan vaqtida biraz chimaroq, biraz yuqoriroq, biraz po gaplar so'z deyildi hamda. Shunda bo'lsa ham Trump'ninki ideyasi shu, ya'ni Amerikani eng kuchli davlat holiga akilman deydi. Ve xalqarada inovativ bo'lgan, xalqarada mayli harbiy jihatdan, iqtisod jihatdan to'nilgan bir davlat jihatdan deganda kuchli qilman deydi. Eng muhim gibi hamda shu ishsiz qolib qolgan, maosh to'van bo'lib qolgan va kambag'al bo'lgan bu xalqni bayashat holiga akilman degan gibi. Çünkü bu Amerika xalqininki ovoz berdigan xalqning soni ko'p bo'lgan, shu kambag'al, biraz kambag'al bo'lganlar. Shuningga sonni hisob qilgan chaqda shu kambag'al bo'lgan bu guruhlar jiqaroq ovoz keldi. Shuningga Trump'ninki bu gibi shu xalqlarga bir foydali bir nima va'da bergan bo'ldi. Şununla bu Trump hem de Amerika'nın menfaatini, yalnızla bir devletin menfaatini o'ylashgan vaqtida Amerika'nın xalqaradagi yoki shahardagi ta'sir kuchiga unda ahamiyat bermaydiganligini chaqalagan bo'ldi. Bu birinchi qatim hokimiyatga kelgan chaqda buni qildi. Yevropa bilan buzildi munosabatlari. Hatto Japoniya va Janubiy Koreya arasındaki munosabatlar buzilgan, çünkü biz sizlarni qo'g'da vermeymiz, qo'g'digan pulni ödeyse deb. Hatta Tayvan için şu gapni dedi, yani biz qo'g'dimaymiz, pulni ödesen onu mümkün qo'g'daymiz degandek ma'nodagi gapni qildi. Hamda bu davlatlar hamda qo'g'dash pulini ödeyelaydi hamda. Ama munosabat burunqidek ravon bo'lamaydi. Bir-biriga ishonchlik noktasında biraz qiyin ahvollar yaratdi. Hem de Xitoy hem de burundan tatiplar şu Amerika'nınki bir strateji rakip hem de. Şununla bu birinci qatim hokimiyat beshig'iga kelgan Trump hokimiyati shu 2017'ninki oxirlarida milliy xavfsizlik strategiya hujjatini chiqargan chaqda bu terrorizm bilan kurash qilish, urush qilish degan davr tugdi. Hem de şu Rusya ve Xitoy ne esas ağam bir Amerika siyaseti bulundu. Çünkü bu iki devlet şu Amerika'nın menfaatiga chiqindigan, to'qindigan bir devlet. Bo'libmi Xitoy
Amerika ve Garipliklarının kurup çıkan halkara tüzüm ve sistemge meydan okuyalaydıgan potansiyel bir devlet hep kunugan. Onunla egişip bu Mutafiye Ministerliğime bir öce çıkadı. Onunla egişip onunla bu iktisadi ministerliği ve şu anavatan ministerliği degandek ministerliğime buna binaen aşnak bir siyasetine çıkadı. Yani bugün Amerika'da meyli kayısı her iş parti olsun ve cemiyete başta. Yani rakip de gördü ama Xitayga karta ilip bağlan siyasette bir özgürlük var, farklılık var. Bu nimo degende Cumhuriyetçiler küçüge tayinip durup Xitayni tizgin kılışga tırışıdı. Ama demokratlar yani bu Joe Biden hükümeti Xitay bilan hamkorlik qilish yo'li bilan ba'zi meselelerni hal qilish. Çünkü hamkorlik qilgan chog'da sherik bo'ladi. Sherik deganlar bir-birisi bilan urushmaydi, jidal chiqarmaydi. Fakat bu demokratlarning boshqa bir narsi bor. Xitoyga ism ishlatadigan vosita desak bo'ldi. Amerikaningki bu qimmat qarashlari. Yani bu demokrasi deymiz, insan hakları deymiz. Bu kıymet qarashlar Xitoy pek bununla pek razı emas, yani narazı. Şunu yığıp kelgan chog'da Amerika bundan keyin shu Xitoyni markazga ep turib, balki buning yanida Rossiyani ep turib bir raqib deb ko'rdi. Siyosatni yani mushunga qarab davom qiladi deb o'ylayman.